Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana yana yangi qisqacha videolarimni olib boryapman. Videoga olib qisqacha ma'lumotlarni o'zimga bundan oldingi videolarimda aytganimdek o'zimni kommunal sohadagi shaxsiy xonadonimni, kommunal sohalarni o'rganyapman. Ichimlik suvi, tabiiy gaz, mana elektr energiyasini ham o'rganay deb bundan oldingi qilgan videolarimda shu ichimlik suvinikini, tabiiy gaznikini, kommunal sohadagi ma'lumotlarni o'rgangandim. Endi hozir mana elektr energiyasini shu iste'molchi daftarchasi degan daftarchani ichida shartnomalari bor ekan. Shu daftarchani ichida bu o'zi meni shaxsiy xonadonimni kommunal xizmatlari to'g'risidagi ma'lumotlar. Bu o'zimniki. Mana shu o'zimni xonadonimni elektr energiyasini kommunal sohasidagi shu daftarchani, iste'molchi daftarchasi deb yozilgan daftarchani ichidagi shartnomalarni o'rganib o'qib chiqyapman. Bundan oldin aytganimdek tabiiy gazlarni, suvni o'rgangandim. Endi mana elektr energiyani ham bir o'rganay deb bundan oldin qisqacha aytgandim. Mana endi hozir bularda yana bir punkti, endi 1, 2, 3larda ham o'sha majburiyatlar, ta'minotchi, iste'molchi deb juda ko'p ekan. Endi shulardan biri mana asosiy 5-bo'limida taraflarning huquq va majburiyatlari, shu elektr energiyasini qabul qilib olish va uni iste'molchi qabul qilib olish, ta'minotchi shu ta'minlab berish 5-bo'limida taraflarning huquq va majburiyatlari degan bo'lim bor ekan. Uning ichida kichkina qismga bo'lingan yana punktlari bor ekan. Shu punktlardan biri iste'molchilarning huquqlari, ya'ni iste'molchilar korxona tomonidan shartnomaviy majburiyatlarni shartnomada berilgan tartibda bajarilishi lozimligini aytib qo'yibdi. Masalan, korxona ham xuddi shunday o'z tomonidan berilgan barcha shartnoma bo'yicha berilgan majburiyatlarni bajarishi lozim ekan. Iste'molchi ham xuddi shunday shartnomada berilgan shartlari bo'yicha shartnomani bajarish majbur, lozim ekan. Endi majbur desa nima bo'ladi? Endi lozim shu 5-bo'limida yozib qo'ygan ekan. Ya'ni men bundan tushundimki, o'sha ta'minotchi ham o'zini qonun doirasidagi shartnomadagi ta'minot vazifasini shartnoma bo'yicha to'liq bajarsa, iste'molchi ham shu o'zini shartnomada berilgan belgilangan qonuniy tartib bo'yicha hamma yoqda to'g'ri bajarsa, shartnomalar bajarilgan deb hisoblanadi ekan. Bu shu 5-bo'lim ekan. Endi undan tashqari ham yana bo'limlari bor ekan. Masalan, qo'shilib ketaveradigan. Masalan, biron bir muammo chiqsa, taraflar o'sha sudgacha borishdan oldin o'zlari o'sha o'rganib chiqib o'rganib chiqish chora-tadbirlarini ko'rsa bo'lar ekan, qonuniy. Agar xohlasa fuqarolik sudiga ham murojaat qilishi mumkin ekan. Masalan, korxona ham, iste'molchi ham agar kelishmovchiliklar shu o'rganib chiqish jarayonida hal qila olmasa, yoki ta'minotchi tomon shu elektr energiya yoki o'sha iste'molchi tomon xohlagandan biri, masalan, u ham bu ham teng huquqqa masalan ega ekan. Masalan, sudga berib murojaatni hal qilish
mumkin ekan. Lekin undan oldin ham o'sha sudgacha hal qilish chora-tadbirlarini ko'rsa bo'ladi nizolarni degan joyi ham bor ekan masalan qonun doirasida. Endi juda ko'p ekan buniyam ichida qism qilib xuddi shu tabiiy gazda ichidagi punktlarda bari yozilgandaqa bundayam mana elektr energiyasida ham shartnoma daftarchasida yozilgan ekan. Endi jinday boshqacharoq ekan. Endi u elektr energiya tabiiy gaz edi. Bu elektr energiya o'sha jinday boshqacharoq ekan. Endi bunda unda kubometr yurgizilsa, bunda kilovat soat deb yurgizilib shu tomonlardan. Lekin ko'proq shu majburiyatlari o'xshash bo'lib ketadi ekan. Masalan, o'sha qabul qilib olish, yetkazib berish, masalan, qay hollarda elektr energiyani yetkazib berish, to'xtatib qo'yish masalan, unisi ham bor ekan. O'z-o'zidan to'xtatib qo'ya olmaydi ekan. Buni ham shu punktlari bor ekan. Bir ko'zim tushuvdi. Shu qoidabuzarlik aniqlanganda, shartnoma shartlari bajarilmaganda shunaqa punktlari ham bor ekan. Uni o'qib o'rganyapman. O'sha mana elektr energiya o'zimni kommunal xonadonimni sohasidagi elektr energiyani hujjatlarini o'zim o'rganyapman. O'zimga bu shaxsiy o'zim uchun. Bundan oldingi qilgan videolarimda aytgandek fayl papka qilib qo'yaman. Masalan, o'rganib qo'yganim o'zimga ziyon qilmaydi. Hammanglarga katta rahmat. Yana qolgan punktlarni ham o'rgansam, sekin fayl papka qilib o'zimga kompyuterdan chiqarib fayl papkamga olib qo'yaman. Hammaga rahmat.